O'sha Minskdagi bo'ladigan jangingizda O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'taring. Biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekiston olg'a. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz o'sha mashhur Cowboy Fitnessga kelganmiz. O'sha mashhur tank Mirzatillani oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Zo'r rahmat. Mirzatilla, bo'yga qalay ketyapti endi tayyorgarliklar? Bo'yga xudo xolasa maksimal darajada zo'r tayyorlanyapmiz. O'zi ozimiz vaqt oldik, lekin har doim formada turamiz. Shuning uchun tayyorgarliklar zo'r. Xudo xolasa seshanba kuni ketamiz. Bundan oldingi jangingizda Bellator bayisi, kuchli organizatsiyani bayisi bilan jang qildingiz. Bunda qanaqa qiyinchiliklarga duch keldingiz? Juda qiyin bo'ldi, chunki uni vesi og'irroq edi. Vesi unutib bo'lgandan keyin u 96 bo'lib ketdi. Men 90 dan qo'ygan bo'lsam, shu ozgina kontrollarda, kurashda qiynaldim, lekin Xudoga shukr yutib oldik. Sizdan og'ir bo'lsa ham yutib oldingiz. Lekin biz ko'rdik, nasilkalarda olib chiqib ketishda. UFC bayisi bo'lsa ham biz O'zbekistonda, bizni Cowboy Fitnessda bayislari baribir O'zbekistonda bayislari kuchli. Treneri Shohrux Usmonov ozgina travma olibdi, endi sportda nima bo'ladi? Endi hozirgi bo'yingizda oldingizda sekundangiz kim bo'ladi va Shohrux Beyda oldida sizning yo'qligingiz sizga qanaqa ta'sir ko'rsatadi endi? Endi men u billa uchib ketib, men bilan billa sekundanlik bu Muhammadbor Abdurahmon degan bayis. U ukam, yaqin endi mas'ul do'stimda. Shu billa bo'ladi. Lekin baribir ustoz yo'qligi bilinadilar. Uchta turib prямой efirda kontrol qiladilar. Xudo xolasa Shohrux Beyga sog'liq tilaymiz. Mirzatillaga kommentariyani yondirib yuboramiz. Bo'yiga moralniy podдержка qilamiz. O'zbekiston olg'a. O'zimizgilarda qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Sport sizga o'sha qanaqadir bir daromadlar keltirishni boshladimi? Endi mash paytgacha nimaga erishgan bo'lsa, sport orqasidan, mashina, uy-joy, oila, hamma yo'q shu sport orqasidan. Sportmenni shu darajaga erishishiga murabbiyda ham juda ham hissasi katta bo'ladi. Albatta. Sizni mana murabbiyingiz tank deb ataydi. Nima buni sababi? Nimaga tank? Bundan bir 3 yil oldin santexnik bo'lib ishlardim. Artel santexnik bo'lib ishlardim. Shunda ustozim meni tromfka qilardim-da. Endi 6 ga ish bo'lsa 6 ham tromfka, kelib ham tromfka vashi buzib tashlardim, Xudoga shukr. Keyin ishdan chiqarib ustoz o'zi mana shu tromfkalarimga o'zimni shu oylik berib, o'zi qarab yuradi hozirgacha. O'sha paytda tankka o'xshab tromfka qilganman, ishlaganman. Shuning uchun o'shani tanktirdi. Eng katta orzungiz? Xudo xolasa yaxshi organizatsiyalarga chiqib, mana shu Cowboy nomini, ustozlarim nomini shu ko'tarish, xudo xolasa. Elmurod Haqnazarovni konsertida ko'rdik. Priyomlarni ancha o'rgatsiz, o'zingiz o'rgatdingizmi? Yo'q, men o'rgatdim, lekin bittada o'rgandim. 1 minutda bitta nimada 2-3 minut taqibada o'rganib bo'ldi. U tez oladi. Mirzatilla, xudo xolasa yangi jangingizga omad tilayman. Xudo xolasa sizni qo'lingizni yuqori ko'tarib, o'sha Minskdagi bo'ladigan jangingizda O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'taring. Biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekiston olg'a, Cowboy Fitness. Tan joningiz sog' bo'lsin, ishlarga omad.